Assalomu alaykum, hurmatli bo'lajak haydovchilar. Sizlar bilan yana Ahmedov Yusufboy. Bugun yana avtotest masalasiga to'xtalamiz. Kichkina mehnatimizni qadrlagan holatda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu keyingi videolar tezroq chiqishida va sifatliroq chiqishida sizga yordam beradi, xudo xolasa. O'zim boshlaymiz. Bu rasmda ko'rib turibsiz, transport vositalari polasa o'zgartiryapti, ya'ni qayta tizilish deb nomlanadi bu narsa. Hozir bu joyda ikkalasi ham polasa o'zgartirayotganligi sababli o'ng tomondagi transport vositasi ustun hisoblanadi. Ya'ni birinchi avtobus o'tadi, keyin mana bu qizil avtomobil. Bu rasmda esa transport vositasi yo'lni chorrahadan tashqari qismida chapga burilish yoki qayrilib olish manevrini bajarmoqda. Bu joyda qarama-qarshi tomondan kelayotgan transport vositalariga va bir yo'nalishdagi tramvayga yo'l berganimizdan keyingina chapga burilishimiz yoki orqaga qayrilib olishimiz mumkin. Mana bu testda bo'lak egallash qoidasi ko'rsatilgan. Har doim esingizdan chiqarmang. Chorrahadan chapga burilmoqchi bo'lgan yoki qayrilib olmoqchi bo'lgan transport vositasi har doim eng chetki chap polosadan kelishi zarur. Mana bu polosadan kelib chapga yoki orqaga keta olmaysizlar. Bu polosadan faqat to'g'riga. Har doim o'ngga burilmoqchi bo'lgan transport vositasi o'ng polosadan kelishi kerak. Keyingi rasm mana harakat ikki tomonlama bo'lgan, umumiy 3 ta bo'lagi bo'lgan yo'llarda, mana 1, 2, 3 ta bo'lagi bo'lgan yo'llarda o'rta bo'lakka faqatgina kub o'tish, chapga burilish yoki orqaga qayrilib olish maqsadida chiqish mumkin. Mana bu 3-tomondagi qarama-qarshi yo'lga hech qaysi holatda chiqish mumkin emas. Misol uchun siz mana bu qizil avtomobilning orqasidan kelyapsiz va mana bu polosadan kub o'tyapsiz. Bu 100% taqiqlanadi. Tushunarli bo'ldi? Demak, общий 3 ta polosasi bo'lgan yo'lda o'rta bo'lakkagina chiqishingizga ruxsat bor. Keyingisi chorrahadan chapga yoki o'ngga burilayotgan haydovchi kesishayotgan yo'lni qatnov qismidan o'tayotgan piyoda va velosipedchilarga yo'l berishi kerak. Mana bu transport vositasi chorrahadan chapga burilyapti. Mana bu piyodani o'tkazganidan keyin harakatni davom ettirishi mumkin. Agar tirbandlik tufayli chorrahaga chiqish yo'lni ko'ndalang transport vositalari harakatiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, bu sizni chorrahaga chiqishingiz mumkin emas degani mana. Bu transport vositalari tirbandlikda qolgan. Hozir bu ikkalasi chiqadigan bo'lsa, yo'lni o'rtasida qolib ketadi va mana bu transport vositalariga yo'l beradi. Bunday holatda sizni chiqishingiz taqiqlanadi. Tushunarli bo'ldi? Keyingi qoida, svetoforning yashil ishorasida chapga burilayotgan yoki orqaga qayrilib olayotgan transport vositasi qarama-qarshi yo'nalishda to'g'riga kelayotgan yoki o'ngga burilayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Demak, siz yashil ishorada bo'lishingizdan qat'iy nazar, chapga yoki orqaga qayrilib olmoqchi bo'lsangiz, bu transport vositasiga yo'l berishingiz albatta zarur. Keyingi holat, svetoforning ruxsat etuvchi ishorasi yondi siz uchun, lekin hali chorrahada o'tishga ulgurmagan piyoda va transport vositalari bor ekan. Siz bularni o'tib olgunicha kutishingiz zarur. Menga yashil yondi deb harakatni boshlay olmaysiz. Mana bu piyoda o'zini harakati bo'yicha o'tib olishi kerak. Mana bu transport ham mana bu tomonga o'tgandan keyin sizga yurishga ruxsat etiladi. Bu rasmda bu transport vositasi svetoforning ruxsat etuvchi ishorasida chorrahaga kirdi. U keyingi svetoforning ishorasidan qat'iy nazar o'z yo'nalishi bo'yicha harakatni davom ettirishi shart. Mana bu qizil-ku, men to'xtayman degan emasda, bu yashilda chiqdimi bo'ldi, harakatni davom ettirib kirib ketadi chorrahaga. Yana bir eng asosiy ko'p tushadigan test savollardan biri, svetoforning qizil yoki sariq ishorasi bilan bir vaqtda yongan qo'shimcha tarmoqning o'ng tomonga ruxsat beruvchi yashil ishorasida siz qolgan hamma transport vositalariga yo'l bergandan keyingina o'ngga harakatlanishingiz mumkin. Tushunarli bo'ldi? Mana bu qizil bilan bir vaqtda yongan strelka, ya'ni o'ng tomonga ruxsat beruvchi ishorada boshqalarga yo'l bergandan keyingina o'ngga burilishingiz kerak. Hozir bu joyda oldin oq avtomobil o'tadi va keyin qizil. Bu bo'yicha ko'plab test savollar tushadi. Mana shu qoidani eslab qoling va asosiy yashil ishorasi yonayotgan transport birinchi o'tadi. Mana bunaqa o'xshash tarmoq, qo'shimcha tarmoqi yonayotgan transportlar undan keyin o'tadi.
Bu ham bitta test savoli. Sutkaning qorong'u vaqtida yo'lning yoritilmagan qismida, shuningdek yetarli ko'rinmaydigan sharoitda to'xtagan yoki to'xtab turgan transport vositasi gabarit fara chiroqlarini yoqqan bo'lishi shart. Mana bu sutkaning qorong'u vaqtida yo'lni yaxshi ko'rsatilmaydigan, yoritilmagan qismida to'xtab turganda gabarit chiroqlarini yoqqan bo'lishi shart. Bu ham test savolda tushadi. Azizlar, shu joyda bitta e'lon aytib o'taman. Bizda har doimgidek imtihonga tayyorgarlik uchun onlayn kurslarimiz mavjud. 2 hafta ichida sizni imtihonga polni tayyor qilib, hamma test savollarini ipidan ignasigacha o'rgatib chiqarib beramiz. Dunyoni xohlagan burchagidan onlayn kurslarga yozilishingiz mumkin. O'zingizni bo'sh vaqtingizga to'g'rilab beramiz dars soatlarini. Qo'shimcha ma'lumotlarni olish uchun mana bu telefon raqamlariga Telegramdan yozishingiz yoki telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Keyin yana bir test savoli projektor fara. Bu ham testda tushadi. Projektor faralardan mana bunaqa faralar mana. Aholi punktlaridan tashqarida qarama-qarshi tomonda transport yo'q bo'lgan holatdagina yoqib harakatlanishga ruxsat etilgan. Tushunarli bo'ldi. Projektor fara degani mana bu fara. Keyingi test savoli tumanga qarshi orqa fara chiroqlari, mana orqada qizil bo'lib yonadi bu orqa tumangamiz. Faqatgina yetarli ko'rinmaydigan sharoitda qo'llash mumkin. Demak, orqa tomondagi tumanga qarshi faralarni faqatgina yetarli ko'rinmaslik sharoitida yoqish kerak. Keyingi test savoli avtomobilning oldingi o'rindig'iga, mana bu o'rindiqqa faqatgina 12 yoshdan katta bo'lgan bolalarni o'tirishiga ruxsat etilgan. Ular xavfsizlik kamarlarini taqib olgan bo'lishlari kerak. Agar 12 yoshdan kichik bo'ladigan bo'lsa, orqa o'rindiqda tutib turuvchi maxsus qurilma bilan ruxsat etiladi. Agar transport vositasida 8 nafardan ko'p bolalar tashiladigan bo'lsa, transport vositasiga mana bu taniqlik belgisi yopishtirilishi shart. Endi bu belgi haydovchilarga qanday majburiyat yuklaydi? Siz harakatlanib kelayotgan paytingizda mana bunday belgisi bor transport vositasini to'xtab turganligini ko'rsangiz, uni yonidan yo'lni kesib o'tayotgan bolalarga yo'l berishga majbursiz. Bu ham test savolda tushadi. Keyingi test savoli bir tirkamali avtopoyezdning umumiy uzunligi 20 metrdan oshmasligi kerak. Ya'ni mana bu qismidan bu qismigacha bo'lgan umumiy uzunlik 20 metrdan oshmasligi kerak. Keyin bu transport vositasining eni, ya'ni mana bu orqa tarafda ham ko'rsatilgan, eni 255 metrdan, yerdan balandligi esa 4 metrdan oshmasligi kerak. Bu degani oshishi mumkin emas degani emas. Agar mana bu ko'rsatkichlardan oshadigan bo'lsa, transport vositasi GAIdan, ya'ni Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatidan ruxsat olib harakatlanadi. Darsimizni shatakka olish mavzusi bilan tugatamiz. Mana shatakka olishning 3 xil turi ko'rsatilgan. Bu qattiq ulagichda shatakka olish, bu egiluvchan ulagichda shatakka olish, mana bu holat esa qisman ortish usuli bilan shatakka olish. Qisman ortish usulida mana bu shatakka olgan transport vositasining salonida haydovchi va yo'lovchilar o'tirishi mumkin. Egiluvchan va qattiq ulagichda shatakka olganda har ikkita transport vositasining salon qismida haydovchilar va yo'lovchilar o'tirishi mumkin. Qattiq ulagichda shatakka olishda shatakning umumiy uzunligi, ya'ni mana bu orasidagi temirning umumiy uzunligi 4 metrdan, egiluvchan ulagichda esa 4 metrdan 6 metrgacha bo'lishi kerak. Azizlar, shu bilan bu videomizni tugatamiz. Keyingi videolar tezroq chiqishi uchun kanalga obuna bo'ling va videoga like tugmasini bosib qoldiring.